Assalomu obunachilar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Sizlar uchun va'da qilingan 400 bosh qo'chqorlarimiz yetib keldi. Bugungi videomizga 100 boshini chiqardi. Xudo xolasa kelaverasizlar obunachilar. Kimga nechta, kimga qanchasidan hammalarni ishlarimiz biz beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib, laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimiz aka 3,5 milliondan 3 million 700 ming so'mdan aka yirik qo'chqorlarimiz qo'yib berdi aka. Edilbay Arashan qo'chqorlardi aka. Gap yo'q. Aka qarang. Obunachilar, obuna tugmachasini bosasizlar, qo'ng'iroqcha chiqadi. Qo'ng'iroqchani bitta bosib qo'yib, hammasi deganni bitta bosib qo'ysizlar. Hammaga assalomu alaykum. Chorvolam kanalining hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari. Akalar, bugun xudo xolasa hafta kuniga payshanba 6-noyabr 2025-yil. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'iga arzonchi 500 ta, 600 ta qo'ylarni olib kelayotgan Abdulhakim ukamizning mini qo'y firmalaridanmiz. Xudo xolasa videoni o'tkazilmasdan oxirigacha ko'ring. Ukamiz bugun narxlarni juda ham yengil qo'yaman deb labz qildilar. Bittadan like bosib, obuna bo'lmagan akalarimiz o'ng tomonda obuna bo'lish tugmalarini bosib, videomizni optim joyda olamiz degan tanishlarga jo'natib qo'yasiz akalar. Telegram gruppalardan. Mana qaranglar mana. Xudo xolasa lokatsiya yaqin bo'lsa, kelinglar, tepasida ko'rib olsangiz yana ham yaxshi bo'ladigan umiddaman inshaalloh. Abdulhakim aka, hormat. Assalomu alaykum. Shodiyorbek aka, kelib oldingizmi aka, charchamasdan. Rahmat. Assalomu alaykum obunachilar. Obunachilar, xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ringlar. Sizlar uchun kecha aka va'da qilgan qo'ylarimiz yetib keldi. 400 bosh qo'yimiz yetib keldi. Inshaalloh obunachilar hammalarni ishlarimizni tuzib beramiz aka. Qo'yimiz ko'p, sog'on aka o'ta ko'pda, uncha qo'yda aka aqva olish ham oson emas. Xudo xolasa obunachilar kelinglar, savdogar akalarimiz kelinglar, dehqon akalarimiz kelinglar. Kecha kunga aka chiqargan 100 bosh qo'yimizni ham aka 50 tasini savdogar akamizga berdi, Qo'qonga aka. Xudo xolasa kelaverasizlar obunachilar, hammalarni ishlarimizni o'tkazib beramiz. Like bosib qo'yinglar sizlar uchun. Voy, narxlar bugun tushadi. Bozordan har doim chiqargan narxlarimizdan aka 200 ming, 300, 500 minggacha arzonga beraman aka. Maqsad sotish, qo'yim ko'p aka. Mana aka, qo'zib ko'ringlar hamma tomonidan. Mana Abdulhakim ukamizning labzini oldik. Qo'yimda bitta ibi bor aka. Qarta sandoq berilmagan xolos. Bo'ldi. Qo'yda boshqa ibi yo'q aka. Shunisiga o'tib beradi. Shunisiga aka shu qarta sandoqni qilmag'anligi uchun ham o'tib beraman aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Akalar, Pardoz to'ziq aka. Telefonda qanaqa ko'rinyapti, qanaqa yo'q bilmayman. Aka tozalaridan olaman degan obunachilarimiz bo'lsa aka, kelishaveradi aka. Xudo xolasa 4 partiya ham qo'y chiqaramiz aka. 400 ta qo'y bor ekan, 4 partiya qo'y chiqarar ekan degan obunachilarimiz aka. Govmat az bo'lsa, o'zlashtirish keng bo'ladi. Xudo xolasa obunachilar kamroq chiqaramiz, lekin ma'noviy narsa chiqarib beramiz aka. Gapsiz yo'q. Qo'ydi soni serob akalar. Videoga chiqmagani o'shancha. Lakas tashlab bersa keling yoki ko'rsating desangiz Telegramda videolarni tashlab berishadi. Realni sifatiga e'tibor bermang. Ona qonidagi jungi. Bularda bir marta mashinka yo qirqim bo'lsa, mana ko'rasiz mana bo'yinda qarangda, mana shu jundan chiqadi mana shundan. Provoda o'tganligi uchun taklif qildirib qo'yadi. Xo'p, soni nechta bo'ladi? Bu yerda aka 40 bosh, birinchi partiyamizga aka. Hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'chqor. Ichida arg'achi, axtasi bo'lsa o'zimga aka qolaveradi. Yosh oyligi qanaqa bo'lardi? Yosh oyligi aka 9 oylik plus minus aka, 9-10 oylik atrofida aka. Bo'ylari 80 plus minusga olishaveradi. Voy 80 ga olsa aka men bir so'kadimi? Yashang, yo'q. 75 plus 80 ga olsa aka, yana men bir so'kadim aka. Olsin mana aka. Yemoq, ichmoqlari sinovdan o'tdimi? Yemoq, ichmoq sog'lik salomatligiga xudo xolasa bir haftagacha kafolati bor aka. Kasal qo'y bo'lsa aka, yemasa, ichmasa 3 kunda ham bilinadi aka. 3 kunga ham bormaydi aka. 1 kunda ham bilinadi kasal qo'y bo'lsa aka. Lekin men o'shani oldini olib bir haftaga garantiya muddatini beraman aka. Xudo xolasa sinov olib obunachilar kelaverasizlar. Gapsiz yo'q. Abdulhakim, bular narxi nima deyapsiz endi? 40 ta 40 tasini narxi aka, beyda soni ko'p. 40 ta aka, hamma ham har kim aka 40 ta qo'yda olib olish imkoniyati samderoq aka. Lekin shunaqa akalarimiz ham bor. O'sha akalarimizga ham to'g'rilab aka, chiroyli qilib narxini, optim narxini udarib qo'yib beraman obunachilar. Birinchi o'rinda like bosib qo'yinglar. Like bosib kanalga obuna bo'lmaganingizdan obuna bo'lib qo'yinglar obunachilar. Narxlar bugundan sindi. Aka, hammasini bir yerga olishsin, 4,5, 46, 47 unaqa qilib befoyda narxni gapirmaymiz aka. Dangaliga qo'lda bering. Bismillahirrohmanirrohim. Aka, bir yerga olishsin 4 million 300 ming so'm mana aka. Bor aka, olsin aka. Buni 4,5 milliondan deb turib aka, 4 million 300 ming so'mga tushib berish befoyda narsa aka. Sizni ham vaqtingiz olmayaq, o'zimizning ham vaqtimiz olmayaq aka. Abdulhakim 40 tasiga pul sanash o'zi oson emas aka, qarang. To'g'ri aka, 40 tasiga pul sanash oson emas aka. Bitta ikkita olaman degan obunachingiz 4 million 300 ming so'm meni olish olsin aka mana. 400 ta qo'yingizdan 40 ta chiqsa 360 ta qo'yapti. 360 ta qo'y qolyapti aka, xudo xolasa. Endi bitta narsa bor. Bu degani 20 tadan qo'raga joylagan ikkita qo'rangiz bo'shayapti. O'shanda aka.
salkam bitta mashinaga harakat qilib yangisiga qiziqadi. Shunday aka. O'tadigan joyingiz bormi, xudo xolasa. Hammasi Bor aka, magazin emas u, bilasiz aka, pul bizniki magazin emas aka. Maqsadimiz sotish aka. Maqsadimiz sotish bo'lmasa aka, buni boshimizga yostiq qilmaymiz. To'g'risi deyapti aka, yoki 4,5 million narx qo'yib qo'yardi. To'g'risi. Aka hammasini bir yerga olsin, mayda shuda qilmayman aka. Men ham mardman bilasiz, narx savdo qilaman-da. Aka hammani bir yerga olsin, 4 million 100 mingdan bor aka. Olsin mana aka. 4 million 300 ming aka bitta ikkitali akalarimiz olsin. Aka optimal olaman degan obunachilarimiz aka 4 million 100 ming so'mdan mana 40 bittasi aka dastlabki bo'lib va Samarqandgacha besplatni yetkazib beraman obunachilar. Yosh oyligi necha oylik dedik? Yosh oyligi 9-10 oylik atrofida aka. To'g'rilikka o'tgan akalar. Bo'ylari 80 plus minus. Aybi. Aka aytdim-ku, bitta o'sha pardozi qilinmagan. Pardozi qilinsa qo'y aka 4,5 sotiladigan qo'y. Unaqa emas obunachilar. Pardozini qilmaganligimiz uchun o'tib beryapman aka. Mana 400 ming aka. O'zingizdan bir 50 ta qo'yganman aka. Mana bu sotdim, baraka topdim, yana baraka topmayman. Hammasi xolasa aka shuni kelishyapti. To'g'risi deyapti mana aka, savdogar bizdan olib aka savdogar akalarimiz foyda qilishyapti. Endi ismini aytmaymiz aka. Ular ham foyda qilishyapti. Mana og'on odamlar kommentariyga xolisoni yozib qo'yinglar-da. Xudo xolasa hammalarni ishlab bitkazib beryapmiz aka. Buxoro, Termiz, Samarqand, Navoiy hamma yoqdan kelishyapti, ishlab bityapti aka. Gapsiz yo'q. Pardozi qilinmaganligi sabab men o'tib beraman aka. Men ham shunaqa mard bo'laman aka. Bir yerga olsin. Men ham aka unaqa qilib mayda-chuqur savdo qilmayman. 4 million so'mdan mayda aka. Baribir aka olsin aka. 4 milliondan ketdi aka mana. 4 million so'mdan aka dastlabkasi ham besplatni mana aka, yana martman. Samarqandgacha besplatni yetkazib beraman aka. 20 ta 10 ta haydab olsa optimal narxga ketaveradi. 20 ta 10 ta aka telefon qilsa ish bitadi aka. Voy men bitta olardim-ku, ikkita olardim-ku. Adil hakim ana bo'lib qoladi-da deb tanlab olishni 4 million 300 ming qo'yib qo'ydi degan obunachilarimiz. Sizlarni ham tushunamiz aka, bitta ikkitalar obunachilarimiz ham bizga obunachi aka. O'shalar ham bizga shunchalik padisha qilib like, comment va yozishyapti. Qo'lni bering aka. O'sha akalarimiz ham o'ylagan tarzda aka 100 mingdan qo'shib yoqqan tanlab olsin. Bor aka mana aka, olsin aka. 4 million 100 dan xohlagan tanlab olasiz. Hammasini bir joyga sunnatiga bir nima o'tib berasiz. 40 tasini bir joyga oldim. Ish bitadi aka. Buni qo'chqorlar 4,5 million bilan bermayapti aka. Janovarni ko'ring. Shalpan quloqlaridan bu xolos aka. Akalar 4 million so'mdan hammasini bir joyga sunnati bor. Dastlabkida muammo yo'q. 10 ta 20 ta haydab olaman, optimal narxga ketadi. Tanlab olishga 4 million 100 dan. Mana. Aynan pul yeb qolsa janovarlar o'tib qoladi aka. Akalar aloqaga chiqasizlar, Abdulakim akamiz chiroyli qilib ishingizni tushunib berishadi. Aloqaga chiqaring. Obunachilar mana hammani didi har xil. Kimgadir qora kashtanidan, kimgadir sariqlaridan. Mana shu sizni didingizdagi qora kashtanlaridan. Abdulakim aka bular soni nechta endi? Bular soni bir pachka 20 dona. Shodiyorbek aka. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor aka. 20 ta udoridan aka. Yosh oyliklari qanaqa bo'lardi? Yosh oyligi aka bular aka 9-10 oylik atrofida aka. Bundan oldingi partiyamizdan deyarli bo'y basti hamma yo'g'i bir xil aka. Aha. Yosh oyligida etida ozgina farqi bor aka, bularga sal balandroq bo'ladi. Eti balandroq, ha? Eti balandroq aka. Yana ular bir marta hammasi 40 yegan, oborib shuni yemga tashaveradi xudo xolasa aka. Gapsiz. Narxiga ham maza qilishadi obunachilar. Shu videoni oxirigacha ko'raveringlar, sizlar uchun videoni oxirida udor qo'yib beramiz inshaalloh aka. Xo'p. Abdulaka bu 20 tasini narxi nima deyapsiz endi xudo xolasa? Aka bu 20 tasini narximi bir joyga olamiz sizga aka. Buni cho'zib aka 4,5 million 44 qilib cho'zmaymiz aka. Aha. Xudo xolasa maqsadimiz sotish, yengilanga qo'yamiz, yengilanga sotamiz aka. 4 million 200 ming so'mdan Bobur aka ketaveradi aka. Dastlabkamiz-chi? Dastlabkamiz Samarqandgacha besplatni yetkazib beraman aka. 400 bosh, 500 bosh atrofida qo'yingiz bor ekan. Shunday Bugun bir ekan. narxlar bangalatding aka, xudo xolasa. Otangizga rahmat, qo'yayotgan narxlarga mana kommentariyga yozishadi. Kam bo'lmang. Topganingizga Xudo baraka bersin. Shu sababi mana ko'ryapsiz-da, o'zimiz mana video qilyapmiz, narx aytyapsizmi? Shunday. Masalan, biz ham xursand bo'lyapmiz-da. Masalan, xalqimiz sizdan arzon olsin deb biz ham xursandmiz. Xudo xolasa aka, qo'limdan kelgancha arzonlatib beraveraman aka. Va kelishsa ham aka, telefonda olishsa ham, u misol aka narx mono narx, magazin narx degan narsa yo'q aka. Kelishsa ish bitadi aka. Misol telefon qilsa ish bitadi. U misol aka ko'rgan narxga ishonib qolishmas aka. Telefon qilsin, sunnat xayrimiz bor bo'lamiz aka. Pul o'tib beradi. Hammasini bir yerga olaman desa, uni cho'zib, chiqin qilishadi. Lekin aka qo'ydi 4 ta, 5 ta, 2 ta qilib sotsam aka 43, 44 qilib sotib qo'yaman. Aka 20 ta savdo bo'lsa bo'ladi, hamma bir yerga olsin 4 million so'mdan bor aka. Olsin mana aka. 4 milliondan bunday qilamiz, qarang. Hammasini 20 tasini oldim degan akalarga sunnatiga o'tib berasiz. Aka telefon qilish olsin, ish bitadi aka. Maqsad sotish aka. Xudo xolasa. Qo'ylar qo'y aka, xudo xolasa chakana qo'ymas. 75 plyus aka 80 ga olishaveradi aka. Xotirjam.
Aytilgan narxga e'tibor bermang akalar. Bu bozor, magazin emas. Xudo xolasa telefon qilasiz. Aytilgan narxdan ham xudo xolasa xayr sunnatlariga o'tib, yengil barakasini qilib berishadi. Lokatsiya yaqin bo'lsa, kelinglar, tepasida ko'rib, savdo qilib olganga yetmaydi. Ichidan 10 ta haydab olsa, optim narxga ketaveradi. Optim narxda beraman aka. Qo'yga mehrimiz yo'q aka bizda, to'g'risiga. Buni sotsak, erta yangisi kelaveradi aka. Shunaqa. Maqsad sotish aka. Buni usha bayda o'tirishda haligisi kerak yo'q aka. Bitta olamiz deysa-chi, bir dona. Bir dona olamiz deysam aka 200 ming 300 ming emas aka, lekin 2,5 millionlik qo'ziqi ham 100 ming plyus bo'lyapti. 100 ming plyus men tanlab olish olsa aka, yoqqanini. Xohlaganlarni. Xohlaganlarni tanlab olsa aka. Ana aka. 20 ta yosh oyligi bulardiki ham shu 10 oylik. 10 oylik atrofida aka. Endi to'g'ri tug'ilganda tevasida bo'lmagan, balkim 11 oylik, balkim aka 9 oylikdir. Shuncha 10 oylik plyus minus aka. Gapsiz yo'q. Telefon qilasiz, ma'lumotlarni Telegramdan videolarni tashlab berishadi, unga qarab narxini kelishasiz. Optim joydan olamiz degan tanish birodarlarga Telegramda jo'natib qo'ying. Aloqaga chiqaring, bu bozor, magazin emas, xudo ishingiz bitadi. Xudo xolos keyingi partiyalarimizga. Abdulla aka, bular soni nechta endi? Bular soni aka 20 dona aka. 20 ta hammasi qo'chqora bular, ha? Hammasi qo'chqora aka. Yosh oyligi qanaqa bo'ladi? Yosh oyligim aka, yosh oyligi shu 8 oylik atrofida aka, endi to'shin tug'ilgan tevasida bo'lmagan aka. Narxiga maza qilishadi aka. Ammo bo'ladigan narsalar. Bir martadan 40 yegan aka. Udor narsa. Hammasi tikka dumba, kelajagi bor narsalar aka. Gapsiz yo'q. Bo'ylarini nechiga olasiz yerdan baland? Bo'ylari aka 75 plyus minusga olishaveradi aka. Qarang aka janob. Chiroyli qo'y aka. Ko'zingiz ko'rib quvonadigan narsalar keldi aka, xudo xolasa. Yemoq ichmoq sinovdan o'tdimi, xudo xolasa? Yemoq sog'lik salomatligiga bir haftagacha aka sinov olishaveradi. Xotirjam aka. Gapsiz yo'q. Xo'p, Abdulla aka, narxni maza qilishadi deysiz. Nech puldan qilib beramiz? 20 tadan. 4 million so'mdan qilib beraman aka. U 42, 41 befoyd narsa qilib 4 million so'mdan kamini ham qilib beraman aka. Qanchadan kamini qilib beramiz? Kamiga ham aka qo'lni beraman. 100 mingni o'tib beraman aka. 100 mingni o'tib beraman. 3 million 900 ming so'mdan. 3 million 900 dan tanlab olsa, optim olsa 3 million 800 ming so'mdan aka. Baribir aka olsin aka. 3 million 800 ming aka. Xudo xolasa. Sizlar istagan narxdagi qo'ylar inshaalloh mana akalar. 3 million 800 ming so'mdan Abdulla akam uka dastlabkasini qaygacha qilib beramiz buni? Hammasini bir joyga olasiz. Dastlabki qaygacha yetkazib beriladi? Dastlabkasini Samarqandgacha besplatni yetkazib beraman aka. Hech qanaqa rasxod qilishmaydi aka. Xo'p, endi qarang. Bir joyga 20 tasini oldinda 3 million 800 sunnati bormi, xudo xolasa? Va aka, aytaman-ku magazin emas aka, xudo xolasa telefon qilasan ish bitadi aka. Bir yerga aka 20 ta qo'ying, yo'qdi. Malades qo'yib zo'rini olib kelsa, shunchalik xalq uchun xizmatdasan, harakatdasan desa aka, qo'lda beraman gapsiz aka. Bir yerga olasan bitta bomba bo'ladi aka, bu 3 million 700 ming. Bor aka olasan. Abdulla akam bitta ish qilamiz endi qarang. Aka. Gapsiz yo'q, otangizga rahmat. Endi martni oxircha mart bu deydi-yu. 3 million 700 dan hammasini bir joyga sunnatiga bir nima o'tib berasiz, xudo xolasa. Keyin endi hopdanga kelib xudo xolasa. Telefon qilasan gapsiz aka, ish bitadi. Ammo lekin bir yerga olsa aka. To'g'ri, 20 tani pachkani buzmay olaman degan obunachiga o'tib beraman aka. 3 million 700 dan zo'r narx bo'ldi akalar. Shoshilamiz. Videoni tikka dumba aka bo'ladigan narsa. Ichida bir mujmali yo'q aka. Mana buni mandaq ekan deydigan yo'q. Hammasi bo'ladigan aka. Oyoq qo'li bor aka, Qirg'iziston 5 kun qo'zlu aka. Gapsiz yo'q. 20 tasini bir joyga 3 million 700 dan sunnati bor. Ichidan 10 ta haydab olsangiz optim narxga ketadi. Tanlab olsangiz bitta tanlab olsa 100 ming plyus aka. Gapsiz yo'q. Videoni tarqating, lokatsiya. Ko'ringlar, barra qo'zin narxida bo'lyapti aka. Zo'r narx bo'ldi akalar. Shoshiling, xudo xolasa. Uyga videoda ko'rib olganingiz uyga borganda rahmatini aytib qo'ying, xudo xolasa Abdulla akam ukamizga. Xudo xolasa keyingi partiyamizga. Xo'p, Abdulla akam uka bular soni nechta ekanda? Bularni sonim aka, bularni soni 18 dona aka. Yo'q, bu aka 20 ta ekan aka. 20 tami? Ha, 20 ta aka, bir pachka bular aka. Hammasi 20 tadan joylandi. Ammo bo'ladigan suyakli bacha aka, hammasi. Lekin narxi aka, maza qilishadi narxi. Obunachilar mana aytayapman aka, baralla kelishaversin, Abdulla Hakimning oldiga ketyapman, arzon qo'ya olaman deb aka. Xudo xolasa narxiga boshqasiga behijolat aka. Bozorlarga solishtirib ko'rib keyin kelishaversin aka. Bularda yoshi bo'yi necha Abdulla akam? Aka bo'ylari 75 plyus minusda aka, yosh oyligi 6-80 ham chiqadi aka, to'g'risi gapda. Suyakli bacha aka, hammasi telefonda qanday ko'rinyapti bilmayman. Yosh oyligi aka 7-8 oylik atrofida. Endi 4 oylik, 3 oylik aka, 5 oylik qo'yib qolmadi aka, qo'zi qolmadi to'g'risi. Shunaqa to'g'ri. Xudo xolos olib borishadi, oz-ozdan yemini berib tursa aka, mana shu qo'chqarlar bor. Yangi yilgacha vaqt qo'ysan aka, yangi yildan o'zingiz ko'rasiz, narx-navosini avtomatik aka 4 million 4 million 300 ketadi aka, xudo xolasa.
Xudo xolisa. Niyat 20tasini xolasinglar, ozgina pul o'naqmanglar, obunachilar 20 ta bir pachka qo'ydi olib qo'yinglar. Maza qilasan. Narxi ham aka 38 dan beraman, 39 dan beraman emas. 3 million 700 ming so'mdan bular ham ketdi mana aka. Olishaveradi aka. o'tadigan joyimiz bormi Abdulla aka? Xudo xolisa. Bugun mana narxlarni yaxshi qo'ydingiz, 30 ga rahmat. Bash darim bo'lyapti. Yo'q, gap yo'q aka, gapsiz yo'q. Baraka toping. Topganingiz Xudo baraka bersin. Endi sizni ko'pchilik mana o'zingiz ham videoni ochib aytdingiz-ku. Abdulla Hakim arzonchidan olaman deb kelaveringlar deb barallayapsiz-ku Xudo xolisa. Yana ham barallaydigan olib beraman aka. Maqsad shu. 36 dan bersin. Mana meni martma aka. 50 ming, 20 ming anaqa qilmayman. 20 ta qo'ydan 100 mingdan tashab bersam 2 million pul tashab beryapman-da aka men. Obunachilar olinglar 3 million 600 ming so'mdan va tanlab olasiz 3 million 600 mingdan. Barabar aka olasiz. Hammasini olasiz-chi? Hammasini bir yerga olaman degan marta obunachini silib olsam, oldi men 3 million 500 ming so'mdan. Barabar aka olasiz. Sog' bo'lsin, otangizga rahmat. 3 million 500 ming so'mdan obunachilar 20 tasi hammasi qo'lchiqor, bo'ylari 75. Akalar zo'r narx bo'ldi. Abdulla aka endi nima deymiz? Obunachilar erkalik qilib sizga qilishadigan 400 ta 500 ta qo'yib beradigan 10 ta 20 ta oladigan akalarimiz. 3 million 500 ming so'mdan bir nima o'tib beradi. Aka 20 tasini bir yerga oldim degan marta obunachini telefon qilsan aka aytaman-ku 3 million 500 ming so'mdan gapsiz sunnat xayronba o'tib beraman aka. Janoverlar ko'ring. Mana akalar. 4 million so'mdan sotilayotgan narsa aka. 500 ming so'mdan sunnat xayrisi ham bor aka. Xayrisi borda, barakasi bor. Zo'r narx bo'ldi, ishoning. Xudo Darim xolisa. yer aka, xudo xolisa. Olinglar obunachilar. Mana aka ko'ringlar. Videoni yaxshi ko'ra olmadik. YouTube'da ko'rdik, ko'ra olmadik. Siz Telegramdan buni videolarini chiroyli qilib tashab berishadi. Aka, kimdir ala qilish mumkin-da. Telefon qilinglar obunachilar. Kimdir imkoniyatimdir, kimdir imkoniyatimdir-da aka. Xudo xolisa kimdir 20 tani bor, kimdir 100 tasini bor-da, qurib yetadi aka. Kimdirda 5 taga qurib yetadi. Telefon qilsa 3 million 500 mingdan qilib beraman aka. Barabar aka olish olsin aka. Mana akalar. Bitta duo qilib qo'ysan kommentariyga. Bitta o'z fikrlaring, chiroyli iliq fikrlaring yozib qo'ysin, xudo xolasa aka. Qo'y darim naqd yetib boradi aka uylarga. Gapsiz yo'q. Akalar mana qaranglar mana videoga chiqmagan qo'ylar siro bu qo'rada bor. Bundan boshqa qo'rada ham bor ekan. Ha, bilaga. Bundan tashqari ikkita qo'ramiz bor aka. Xudo xolasa eyda qo'rlarimiz to'laga. Shogirdlar ko'chadagi qo'y boqib yuribdi. Mana gap qil keladida, chorak ham tugagan ekan, birinchi chorak shogirdlar sheyda aka. Kelaveringlar obunachilar, hammalarni ishlarni bitkazib beramiz aka. Xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin. Videoga chiqmagan qo'ylaringizni ko'rsating desangiz, Telegramdan videolarni tashab berishadi. Kelinglar, xudo xolasa tepasini ko'rib olasiz. Bizni kuzatib boring. Keyingi yangi syomkalarda ko'rishguncha doim sog' bo'linglar, charchamanglar. Videoni tarqatib qo'ying, Optun joyda olamiz degan qarindoshlarga. Obunachilar mana shu Chorva olam kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa Arashan qo'zi qo'chqorlar toza hisorlarni zo'rlardan chiqadi. Mana kimdadir podpisatsiya, kimdadir obuna bo'ling tugmachasi bor. Shuni bitta bosib qo'yamiz. Bosib qo'yganimizdan keyin qo'ng'iroqcha chiqadi. Qo'ng'iroqchani ham bitta bosib qo'ysalar, mayda hammasi degan knopkasi bor. Birinchidagi vse deganni bitta bosib qo'ysalar, biz chiqarayotgan videolar birinchi bo'lib yetib boradi. Xudo xolasa yaxshi qo'zi qo'chqorlarni o'tkazib yormaysizlar. Yashang.